Do'stlar, barchaga salom. Oxirgi 1,5 oydan beri men Central Asian University'da biznes yo'nalishida talabalarga dars berib kelmoqdaman. Shuningdek, 6 oydan beri men bir biznes proyekt, yangi startap loyiha ustida ishlab kelmoqdaman. Ushbu video sizlar bilan qisqa tanishuv videosi hamda hozirda qaysi loyihalar bilan shug'ullanyapman, hozirda nimalar bilan mashg'ulman. Video shu haqida bo'ladi. Hozirda o'zim shug'ullanayotgan yangi biznes loyiha, startap loyiha haqida qisqacha videoning ikkinchi qismida to'xtalib o'taman. Do'stlar, qo'llab-quvvatlash uchun kanalga obuna bo'lishni hamda o'zingizni qiziqtirgan savollarni izohlarda qoldirishni unutmang. Qisqa tanishuv qismiga keladigan bo'lsak, hozirda 32 yoshdaman. 2017-yilda Toshkent iqtisodiyot universitetini bakalavr yo'nalishida tugatganman. Universitetdan so'ng 4 oy O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligida amaliyot praksika o'taganman va praktikadan so'ng o'zimning birinchi kirgan ish joyim bu O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot vazirligi. Men u yerda 2017-yilda ishlashni boshladim. 2017-yilda Iqtisodiyot vazirligida ishlashni boshlar ekanman. Iqtisodiyot vazirligi men uchun juda ham katta maktabni o'tadi. Juda ham yaxshi ustozlar qo'lida turli lavozimlarda ishlash nasib etdi. 2020-yilga kelib men Iqtisodiyot vazirligidan xayrlashib, Angliyada joylashgan Hull International Business School'da xalqaro biznes, ya'ni Master of International Business yo'nalishida o'qishni boshladim. Undan so'ng Angliyada o'qishimni tugatgandan so'ng men o'qishimni ikkinchi magistratura, ya'ni Master of Finance yo'nalishida Amerikada, Boston shahrida davom etdim. Angliyada va Amerikada magistratura yo'nalishlarini bitirib, 2022-yilda O'zbekistonga qaytib keldim. Albatta, O'zbekistonga nima uchun qaytib kelding degan savolga juda ham keng javob berishim mumkin. Bu haqida alohida boshqa videolarda to'xtalib o'taman. Xullas, 2022-yil Amerikadan qaytib kelganimdan so'ng qisqa vaqt o'zimizning oilaviy biznesda ishladim va 2023-yilning aprel oyidan boshlab O'zbekiston Respublikasi Investitsiya vazirligida o'z faoliyatimni davom ettirdim. Investitsiya vazirligi ham juda ham ko'p menga saboq, bilim va networking berdi. U yerda investorlar bilan bo'lgan munosabatlar, xalqaro munosabatlar, O'zbekistonda investitsiya yo'nalishida vazirlik qanday ishlardi. Xullas, juda ham ko'p bilim va ko'nikmalarga ega bo'ldim. Va vazirlikni 2024-yilda tark etdim. Vazirlikda to'liq 1 yil ishladim. 2024-yilning aprel oyidan boshlab esa o'z faoliyatimni O'zbekistonda eng katta tekstil korxonalaridan bo'lgan Global Textile korxonasida davom ettirdim. Nega bu korxonaga o'tding deganda, men ikkita asosiy faktorni keltirib o'tishim mumkin. Birinchidan, menga haqiqiy katta biznesdagi tajriba yetishmasdi va shuningdek, tekstil bu O'zbekistondagi eng yirik sohalardan biri bo'lib, O'zbekiston eksportining asosiy katta qismi eksportdan iborat. Oltinni inobatga olmagan holatda albatta. Shuning uchun menga o'sha korxona rahbari Muzaffar Razakov bilan vazirlikda ishlab yurgan paytim tanishish nasib etdi va ularning oldilariga borib, meni o'z korxonalariga ishga olishlarini so'rab murojaat qildim. Albatta, murojaatim inobatga olindi va men u yerda marketing analitik yo'nalishida o'z faoliyatimni davom ettirdim. Qaysi soha bo'lishidan qat'iy nazar, analizlar, sonlar bilan ishlash menga juda ham yoqadi. Shuning uchun Iqtisodiyot vazirligida ham va undan keyinchalik investitsiya va Global Textile korxonasida ham analizlar bilan ishlash, marketing analitik lavozim menga juda ham yoqardi. Shunday qilib, men 1,5 yil ushbu korxonada ishlab, juda ham katta korxonaning biznes prosesslari bilan tanishib, biznes qanday ishlaydi, bu haqida juda ham katta tajribaga ega bo'lib, ustozlarning bilim va ko'nikmalarini olib, shu yildan boshlab o'zimning biznes loyihamni ishga tushirdim. O'z biznes loyihamni boshlar ekanman. Ushbu loyiha albatta qandaydir joylarda borib prezentatsiya qilish, ayrim joylarda pitch qilish, ya'ni o'z investorlar oldida chiqish qilishni yoki umuman aytganda flexibility ni talab qilardi. Chunki 9 dan 6 gacha bir korxonada ishlab, o'z biznesini qilish juda ham qiyin bo'lib qolgani tufayli ustozlarning duolarini olib, 2025-yilning avgust oyida men Global Textile korxonasini ham tark etdim va Central Asian University'da o'z faoliyatimni davom ettirdim. Nega aynan universitet? Nega aynan universitetda ishlab turib, o'z biznes loyihamni, o'z startapimni davom etyapman? Bunga yana
aytib o'tganimdek, sabablar juda ham ko'p, lekin qisqa qilib aytib o'tadigan bo'lsak, universitetda ishlash meni o'z ustimda ishlashga juda ham ko'p talab qiladi. Ya'ni har kuni kitoblar o'qish, talabalar bilan munosabat qilish, talabalar oldida chiqib gaplashish, ya'ni public speaking, notiqlik san'ati. Ushbu sohalarda rivojlanish uchun aynan universitetda ishlab turib, startap qilish loyihasi juda ham to'g'ri fikr deb o'yladim va 25-yilning sentyabr oyidan boshlab men universitetda bakalavr talabalariga dars berishni boshladim. Universitetda ishlashimning ikkinchi asosiy sababi albatta bu ro'zg'or. Ro'zg'orni doimiy ta'minlab turish kerak. Oilaliman, ikkita farzandim bor va ro'zg'orni talablarni doimiy ta'minlab turish maqsadida albatta qayerdandir oylik kelib turishi kerak. Startap loyiham esa hali foydaga kirgani yo'q. Shu sababli hozirda men universitetda ishlab turib, o'z biznes loyiham, o'z startap loyiham ustida ishlab kelmoqdaman. Lekin kelajakda pulga zaruratim qolmagan taqdirda ham universitetni tark etish niyatim yo'q. Universitetda ishlash menga juda ham aytib o'tgandek ko'p narsa beryapti. Bu o'z ustimda ishlash, odamlar orasida bo'lish, yangiliklardan doimiy xabardor bo'lib, biznes proseslarni yaxshilash imkoniyatini beradigan zo'r makon desa ham bo'ladi. Ayniqsa Central Asian University'da talabalar juda ham yuqori, u yerda juda ham professional o'qituvchilar ishlashadi. Ayrim o'qituvchilar Apple'da 10 yillab tajriba orttirishgan, ayrim o'qituvchilar boshqa universitetlarda juda ham katta professional tajribaga ega. Qaysi o'qituvchilar Microsoftda ishlashgan. Xullas, Central Asian University juda ham professional o'qituvchilar yig'ilgan va ulardan doimiy tajriba olish, ulardan ham doim ko'p narsa o'rganib, doim o'zingizni ustingizda ishlab ko'p narsani olsa bo'ladi. Shuning uchun pulga zaruratim qolmagan taqdirda ham hech bo'lmasa yarim stavka ishlash meni doim yangiliklar ichida bo'lishga undaydi albatta. Videoning ikkinchi qismiga keladigan bo'lsak, aytib o'tganimdek, hozirda Central Asian University'da dars beryapman. Juda ham ko'p narsalarni o'rganib, o'z ustimda ishlab, doimiy rivojlanishni talab qiladigan joyda bo'lish menga juda ham muhim albatta. Biznes loyiham, startap loyihaga keladigan bo'lsak, mening biznes loyiham, startapim asosan blockchain va sun'iy intellekt yo'nalishlarida. Hozir ko'ryapmizki, O'zbekistonda startap ekosistemasi juda ham jadal ravishda rivojlanib ketmoqda. Oxirgi ma'lumotlarga qaraganda, O'zbekistonda startaplar rivojlanishi hattoki Amerikadagi Kremniy vodiysidan ham tez jadal ravishda o'sib bormoqda. Ya'ni temp rosta выше, чем Kremniy dolina. Shuni inobatga olgan holda biz hozir O'zbekistonda birinchi mining korxonasini tashkil etmoqchimiz. Hozirda ushbu yo'nalishda ishlar olib borilmoqda va tegishli ruxsatnomalar olish jarayonidamiz. Ikkinchi yo'nalish esa bu AI GPU. Hozirda sun'iy intellekt ko'ryapmiz, juda ham rivojlanib ketmoqda. Biz qilmoqchi bo'lgan mahsulot bu qandaydir dastur yoki application emas. Biz GPU marketplace yaratish niyatidamiz. Bu nima degani? Ko'rib turibmizki, O'zbekistonda startaplar juda ham jadal rivojlanib bormoqda. Ularga kerak bo'ladigan hammasi ishlatadigan narsa kelajakda bu GPU quvvatlari. Har bir AI bilan ishlaydigan startaplarga bu juda ham kerakli narsa. Shuning uchun biz ularga ushbu GPU quvvatlarini taqdim etishni o'z oldimizga maqsad qilganmiz. Qisqa qilib aytganda, AI rivojlanmoqda, sun'iy intellekt rivojlanmoqda. Buni oltin lixoradkasi bilan solishtiradigan bo'lsak, juda ham sun'iy intellekt bilan ko'p bog'liq bo'lgan dasturlar ishlab chiqilmoqda. Bu oltin lixoradkasiga o'xshatsa bo'ladi. Va biz aynan ana shu oltin lixoradkasida ularga lopata solishni o'z oldimizga maqsad qilganmiz. Sun'iy intellekt bilan rivojlanayotgan, sun'iy intellekt ishlatadigan dasturlar ko'payaversin, biz ularga quvvatlar taqdim etishni o'z oldimizga maqsad qilganmiz. Ushbu loyiha albatta juda ham qanaqadir kompleks, ya'ni juda ham qiyin, chalkash tuyulishi mumkin. Aytib o'tganimdek, bu loyiha haqida juda ham batafsil bir video albatta tayyorlab sizlar bilan bo'lishib o'taman. Do'stlar, bugungi shular edi. Sizlar bilan men To'murod Sultonov bo'ldim. Kanalga obuna bo'lishni hamda o'zingizni qiziqtirgan savollarni va o'zingizning fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldirishni unutmang. Keyingi savollarda ko'rishguncha, xayr.